bitirmadi. Ushladi, ag'dardi. Jangni parterga o'tkazdi o'ng qo'l. Qoringa. Desa javob qaytaryapti har bir jabhada portugaliyalik jangchi. Ammo qiyin vaziyatda. Mana endi o'sha siz so'ragan tirsak zarbasini ham amalga oshirishga muvaffaq bo'lmoqda Otamboy Nazarov. Ikkinchisi ketdi. Ground and pound bo'lmaydi, biroz amplituda kerak uning uchun, ammo zarbalar berishdan to'xtamayapti. Yana navbatdagi tirsak zarbalari ketma-ket seriyalar davom etadi. Mana olqish. Arena jarayoni sharhlayapti. Og'ir vaziyatda desa ogohlantiryapti, ammo qiyin holat va jang yakuniga yetmoqda.